Urug'likka qo'chqor olaman deydigan akalarimiz urug'likka qo'chqorlarimiz, qurbonlikka so'yaman deydigan akalarimiz uchun qurbonlikka qo'chqorlarimiz. Olib zotga boqaman yoki olib so'qimga boqaman deydigan akalarimiz bo'lsa, demak qo'chqorlarimiz yemga ham tayyor, yemlangan variantlari ham bor. Xullas, qanday xohlasangiz o'sha holatga siz qo'chqorlarimizni olaverasizlar. To'lig'icha ma'lumotni beramiz, videomizni o'tkazmay ko'ring, chunki videomiz Telegram orqali kelib tushgan video. Egasi qanday ma'lumot bergan bo'lsa, xuddi shu ma'lumot sizlar uchun qoldiriladi akalar. Xo'p, opsioniga 2000 bosh edi akalar, videomizni o'tkazmay ko'radigan akalarimiz 2000 bosh qo'chqorimiz bor edi bu yerda. Xo'p, o'tgan safar videomizdan keyin ro'parosi 600 dona qo'chqor sotildi. Yana olaman deydigan akalarimiz bo'lsa, 1400 bosh qo'chqorimiz bor. Ya'ni 1400 dona qo'chqorlarimiz bor. Arashan, xo'sh, qanaqa paroda, Hisori deysizmi akalar, Qozoqi deysizmi akalar, qanaqa paroda desangiz, o'sha parodadan bu yerdan topiladi. Mernoz deysizmi, demak mernozlarimiz ham bor. Aksariyati akalar Hisori qo'yqo'z simjunlari bor. Aksariyati hammasi zotdor qo'chqorlarimiz akalar. Narx-navosini aytib o'tamiz. Birinchi o'ringa adresimizni aytib o'tamiz. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida qo'chqorlarimiz joylashgan joyi. Lokatsiya kerak bo'lsa, akamiz o'z lokatsiyasi sizga tashab beradi. Xo'p, tirik vazniga 80 kilodan 100 kilogacha bo'lgan qo'chqorlarimiz 50 tadan ziyod olganga O'zbekistonni xohlagan joyiga dastavka qilib beriladi akalar. Ya'ni oldi sotdi uchun foydalanaman deydiganlar bo'lsa, demak bu qo'chqorlarimizdan olib foydalanasizlar akalar. Xo'p, tirik vazniga 75 ming so'mdan 80 ming so'mgacha o'lchab beriladi. Tirik vazniga 75 ming, gavdasiga qarab, ya'ni 100 kiloligi shunga qarab, 80 kiloligi shunga qarab o'lchab beriladi. 75 ming so'mdan 80 ming so'mgacha. Ekran yuzga telefon raqami qoldiriladi, shu raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Aytib o'tganimda 50 donadan ziyod olganga O'zbekistonni qayeriga desangiz ham dastavka qilib beriladi. Bemalol xohlaganlaringiz, masalan 50 dona, 1 dona, 2 dona olaman deydigan, qurbonlikka olib suyaman deydigan niyat qilgan akalarimiz bo'lsa, qo'chqorlarimiz 100% tayyor qurbonlikka akalar. Aksariyati barra, tish buzmagan barralarimiz akalar. Bitta yarimta tish buzgani bo'lsa ham 2 kurak bo'lgan, endigina 2 tish bo'lgan qo'chqorlarimiz. Narxlarini aytib o'tdim akalar. Kilosi 80 kilogramdan 100 kilogacha bo'lgan qo'chqorlarimiz tirik vazniga o'lchab beriladi 75 ming so'mdan 80 ming so'mgacha. Agar dona ajratib olib, tanlab olaman deydiganlar bo'lsa, tanlab olasiz. Asosiysi urug'lik bo'lib qo'chqorlarimiz bor. Xohlaganingizni tanlab olib kelaverasizlar akalar. Adresimiz Buxoro viloyati G'ijduvon tumani. To'liq ma'lumotni akamizni o'zidan olasizlar. Ekran yuzga telefon raqami qoldiriladi. Shu raqamlarga aloqaga chiqsangiz, to'liqroq ma'lumotni akamizni o'zidan olasizlar akalar.